jinsiy a'zolar masalasida ko'p yana savol berishadi. Unda ham qin toraytiruvchi muolajalar hozir keng rivojlangan O'zbekiston sharoitida lazer muolajalari, shunaqa muolajalardan foydalansangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammaga shifo tilab, yangi intervyuni boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz dermatolog, kosmetolog doktor Gulyamova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Doktor, xush kelibsiz. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun, vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun sizga rahmat. Taklif uchun rahmat. Unaqada savollar berishni boshlayman. Davayte. Savol o'qishimdan oldin bermoqchi bo'lgan o'zimning shaxsiy savolim. Botoks nima u? Botoks bu lecheniya turimi yoki dori vositasimi? Nima u? Botoks deganda lab ishirish tushunishadi, botoks deganda yuz ishirish tushunishadi. O'sha botoks haqida ma'lumot bersangiz. Eng ko'p beriladigan savol bizani ayollar, erkaklar yuzga qilinadigan hamma inyeksiyani botoks deb qabul qilishadi. Sizga bitta sekretni ochaman, bitta sirni ochaman. O'zbekistonda botoks dorisini o'zi umuman yo'q. Ya'ni bu dori o'zi umuman yo'q. Bu haqida bilarmidingiz? Botoks doriligini bilardim, lekin ko'pchilik O'zbekistonda yo'qligini bilarmidingiz? yo'q, uni bilmasdim. Bizda nima deyishadi? Voy, botoks qilyapti. Nima bo'lsa botoks qilyapti deyishadi. Na samom деле botoks bu tibbiyotda ishlatiladigan dori vositasi va uni brendoviy nomi. Asli botulina toksin deb aytiladi va bu dori tibbiyotda keng qo'llaniladi. Juda ham ko'p kasalliklarga, ayniqsa nevrologik kasalliklarda, hattoki chaqaloqlarga ham ishlatiladi. Kosmetologiya sohasida ham botoks keng qo'llaniladi. Ajinlarni yo'qotish uchun ishlatiladigan eng asosiy dori vositalaridan bu aynan botulina toksin hisoblanadi. Va bizning tilda bu oddiy, oson qilib botoks deb aytiladi. Nimaga aynan botoks deb aytiladi deb savol beradigan bo'lsangiz, amerikanskiy kompaniya, amerikanskiy uchuvchilar shu dorini o'ylab topishgandan keyin uni sotuvga chiqarishganda qisqa, aniq botoks nomi bilan sotuvga qo'yilgan va bu eng taniqli, eng ommalashgan dori vositasi bo'lgani uchun xalq tilida shu botoks degan nom olib ketgan. Bu yerda asosan obunachilar sizga omad tilagan, sizni yaxshi ko'rishini aytgan, juda latofatlisiz, chiroylisiz degan, keyin qanaqa qilib sizga bog'lansak bo'ladi degan savol juda ko'p. Instagramlarda, YouTube'larda, TikTok'larda hamma joyda doktor Gulyamova deb agar terishsa, poiskoviklarda meni nomer telefonlarim chiqib keladi. Hozirgi kunda o'z faoliyatimni 3 yildan beri Diamet klinikada olib boryapman. 11 yildan beri bitta nomerdan foydalanaman va Google'da, Instagram, TikTok'larda hamma joyda bu nomer berilgan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Administrator orqali yozilib qabulimga kelasizlar. Assalomu alaykum doktor. Menga juda ham yordamingiz kerak. Yoshim 58 da. Toshkentda 20 kun oldin kosmetologga bordim. Immunitetim tushgan, yuzimni shamollagan deb aytdi. Hozir uyda lecheniya olyapman, foydasi bo'lmayapti. Nima maslahat berasiz? Birinchi maslahatim yuzingizda shamollash bo'lsa, kosmetologga emas, nevropatologga murojaat qilish kerak. Hozirgi kunda Instagram, TikTok, YouTube'lar rivojlangani uchun va o'z ishlarini kosmetologlar ko'proq ko'rsatayotgani uchun ming dardga davo, nima kasal bo'lsa, ayollar, erkaklar, hattoki yosh bolalarni ham pediatrga olib bormasdan kosmetologlarga olib kelishyapti va ko'p kosmetologlar tibbiy bilimga ega emas. O'shaning uchun yuzingiz shamollagan va ta'sir bo'lmayotgan bo'lsa, albatta bu hayron qolarli joyi yo'q. Yuzingizda shamollash bo'lsa, nevropatologga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum doktor. Gepatit C ga botoks maslahat berasizmi? Ko'pgina kosmetologlar har xil kosmetologik muolajalarni gepatiti bor insonlarga, VICH infeksiyasini tashuvchi insonlarga muolaja qilish mumkin emas deb aytishadi. Aslida botoksning to'g'ridan-to'g'ri qarshi ko'rsatmalari yo'q va gepatit C bo'lsa ham, boshqa infeksiyalar bo'lsa ham qilish mumkin. Faqatgina gepatitni titrlarini inobatga olish kerak, ya'ni qanaqa aktivni stadiyadaligini ko'rish kerak va shunday muolajalar qilish mumkin. Albatta, botoksni qarshi ko'rsatmasida gepatit C ko'rsatilmagan. Farqi bemalol og'irsa bo'ladi, ular. Kasallikni titrini inobatga olish kerak, ya'ni virusni qondagi kam ko'pligi qaysi stadiyadaligini, aktivligini ko'rish kerak.
Endi uning uchun albatta shifokorga yana murojaat qilish kerak. Hozir kosmetologiya bu ko'proq tibbiy yo'nalish. Bu salonniy yo'nalish emas. Sovet paytida 20-30 yil oldin bu salonniy yo'nalish bo'lgan, ya'ni kelasiz, yuzni uqalatasiz, chistka qildirasiz, massaj qildirtirasiz, kremlar surdirtirasiz. Hozir bu inyeksiya, hozir bu dorilar. Shuning uchun albatta hozir agarda men botoks qilish mumkin, ya'ni botulin terapiya qilish mumkin deydigan bo'lsam, любой joyga borib, qilib qo'ying deb qildirishingiz mumkin. Lekin agarda doktorga kelishsa, o'sha dermatologga biz analizlarni hammasini o'qishni bilamiz, analiz yozdirtiramiz. Analiz javobiga qarab hozir qilish mumkin yoki yo'q, hozir sizga qilish mumkin emas, qanchadir 2 oy, 3 oydan keyin kelasiz deb kunini aniqlab berishimiz mumkin. Va dozirovkalar ham shunga qarab aniqlanadi. Botoks allergiyasi borlarga tavsiya qilasizmi? Hech qanday zarari yo'qmi? Allergiya ham bu alohida kasallik, uni davolash kerak. Allergik holatlar bor paytida biz iloji boricha hech qanaqa inyeksiyalar qilmaslikka harakat qilamiz. Sababi allergiya shunaqa nepredskazuymi kasallik, ya'ni oldindan reaksiyasini aytib bo'lmaydigan kasallik turiga kiradi. Ya'ni bir xillarda allergiyalar yillar davomida davom etib, bir xillarda bitta o'sha allergik reaksiya oxirgisi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bo'g'ilishlar, отек Kvinkelli deymiz, hattoki anafilaktik shoklargacha olib keladigan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun allergiya paytida har bitta qilinayotgan inyeksiya juda katta ahamiyatga ega. Bunaqa holatlarda hattoki yeyotgan ovqatingizga, surayotgan kosmetikangizga, ishlatayotgan sovuningizga ham katta ahamiyat berishingiz kerak va birinchi navbatda organizmdagi allergik reaksiyani pasaytirib, immunoglobulinlarni tekshirib, ya'ni qonda eozinofillarga qaraymiz. Xullas, o'sha allergik ko'rsatkichni ko'rsatadigan, organizmdagi holatni ko'rsatib beradigan analizlarni topshirtirib, allergik holatni pasaytirgan holda keyin boshqa kosmetologik inyeksiyalar, botulin terapiya yoki mezoterapiyalar deymiz, o'shalardan foydalanishimiz mumkin. Bunaqa holatlarda yuzga hattoki o'sha qilinadigan uходовый proseduralar, ya'ni krem, har xil kremlar surtish va shunga o'xshash narsalarni ham ruxsat berilmaydi. O'sha ekan, xohlagan odam qila olmas ekan unaqada. Albatta, har doim misol uchun bizda barg to'kilyapti, chang, qanaqadir ekinlar o'syapti. Shunaqa paytlarda kuchli allergik reaksiyalarimiz bo'ladi, burnimiz qichidi, burnimiz oqadi, lekin badanga toshma bermasligi mumkin. Lekin organizmda juda kuchli o'shanga qarshi immuni antitelalar ishlab chiqarib, organizm o'zini himoyalash uchun shay turgan bo'ladi. O'shanda ortiqcha любой qilingan narsa organizm unga 10 barobar kuchli reaksiya qaytarishi mumkin. Shuning uchun allergiya bu hazillashadigan jarayon emas, tim bo'lib kundan kun allergik holatlar, allergiyaga uchragan insonlar soni ko'payyapti, allergik kasalliklar soni ko'payyapti. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, allergiya bilan hazillashmanglar. Doktor, yuzimda mimik ajinlar bor. Nima qilsam bo'ladi? Tavsiya bering. Ha, ko'pinchalik shunaqa savollar o'zimga ham keladi. Umuman eyo beyo, misol uchun yuzimga nech pul ketadi yoki meni lecheniyam nech pul bo'ladi. Shunaqa juda ko'p pulini so'rashadi-da, lecheniyaga nech pul ketadi? Nimani lecheniyasi? Axir dermatologiyada kasalliklar juda ham ko'p. Yoshingiz, hattoki mana ugrili kasalliklar oladigan bo'lsak, yuzni holatiga qarab ketadi. Kimdir 1 oy lecheniya qilsa, kimdir 6 oy lecheniya qilishi mumkin. Shuning uchun aniq aytib bo'lmaydi. Umumiy tavsiyalar bilan bu savolga javob beraman. Ajinlar bu возрастное изменение, ya'ni yosh katta bo'lishi bilan hosil bo'ladigan muammolar. Bu muammo desa ham bo'ladi, muammo demasa ham bo'ladi. Ya'ni bu kasallik emas. Buni lecheniya qilmasa ham bo'ladi. Endi uy sharoitida agarda so'rashayotgan bo'lsa, savolda yozilmagan, albatta har xil kremlardan foydalanishni maslahat beramiz. Ajinlarni ketkazadigan kollagenovый kremlar, gialuronka tarkibli kremlarni maslahat berishimiz mumkin. Endi u qanaqadir vaqtgacha ushlab berib turadi, yuzni ozgina himoyalab beradi, ajin tushishini sal-pal oldini olib beradi, lekin baribir kremlar ajin tushishini to'xtatib qo'ya olmaydi. Demak, biz majbur bo'lamiz kosmetologga murojaat qilgani. Bizda bo'lsa kosmetologlar bunaqa muammolarni faqat inyeksiya bilan hal qilamiz. Ya'ni kremlarni sizlar uyda borib ham surishingiz mumkin, lekin doktor oldiga kelganda biz inyeksiya qilamiz. Aynan hozir gapirgan botulin terapiyamiz ajinlarni ketkazishga qaratilgan. Keyin mezoterapiyalar deymiz. Uni alohida YouTube kanalimga kirsanglar, mezoterapiya, botoks nimaligi haqida gapirib o'tganman. Mezoterapiyalar esa har xil
bo'ladi. U ham aynan ajinga qarshi mimik ajinlarini ketkazadigan vitamin terapiyalar qilinadi. Aytgancha yuz holatiga qarab 1 martadan 10 martagacha olish mumkin. Yana xuddi shu ajinga mos savol kelgan. Yoshim 44 da ajin tushishni boshlagan, yuzim juda ham ta'sirchan deyaptilar. Sovuqda rangim o'zgaradi, issiqda esa qizaradi. Nima maslahat berasiz? Oldindan rahmat debdilar. Xuddi yana shunga mos. Juda ham ko'p uchrayotgan muammo hozirgi kunda. Men sizga taxminan aytaman, ayol kishilarda yoshlarni aytdingizmi? 44 yoshda ayol kishi keladi. Ayniqsa 35 yoshdan keyin hozirgi kunda ayollarda juda ham ko'p uchrayotgan kasallik bu rozatsiya hamda kupiroz kasalligi, terini haddan tashqari ta'sirchanligini oshishi, tashqi muhitga sezgirligini oshishi, temperaturaga, sovuq suv, issiq suv, hayajonga, quyosh nuriga ta'sirchanligini oshib ketishi, terini himoya qobig'ini ingichkalashi hisobiga va har xil tashqi omillar hamda ichki organizmdagi omillar hisobiga bu kasallik juda ko'p uchrayapti. Bu juda jiddiy kasallik hisoblanadi va uni uy sharoitida u kremni surayli, bu kremni surayli deb tavsiya qilish noto'g'ri. Chunki bunaqa insonlar biladi, har bir noto'g'ri surilgan krem sovuni yuzni qichitib, achishtirib kasallikni avj oldirib yuboradi. Bunaqa holatlarda 100% shifokor nazoratida lecheniya olishingiz kerak. Hozirgi kunda kosmetologiya va tibbiyot juda ham rivojlangan va aynan shu kasalliklarni tuzatadigan inyeksiyalari bor va u inyeksiyalar unaqa qimmat turmaydi. O'rtacha hisobda 400 ming 500 minglik inyeksiya bo'ladi va 4 martadan yuzi holatiga qarab 10 martagacha bu inyeksiyani olishingiz kerak bo'ladi va bunday kasalliklar butunlay tuzalib ketmaydi, chunki bu terining xususiyati shunaqa bo'ladi. Shuning uchun yilda 1 marta kasallik avj olib ketmasdan kelib lecheniyani olib yurishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum doktor. Peshanaga va ko'z yoniga botoks olganman. Ko'zimni tagi ishib ketdi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Noto'g'ri qilingandanmi yo boshqa sababi bormi? Botulin toksin, ya'ni botoks juda ham jiddiy muolaja hisoblanadi. Juda jiddiy muolaja hisoblanadi va bu muolajani aynan butun dunyoda faqat shifokorlar qilishadi. Sababi aynan bu dori vositasi mushaklarni bo'shashtiradi va nervni sistema, ya'ni bosh miyadan kelayotgan impulslarni kesadi. Bu degani noto'g'ri qilinganda har xil asoratlar kelib chiqishi juda ko'p. Ko'zingizdagi ishishi bu asorat, ya'ni mushaklar bo'shashi hisobiga yaxshi harakat bo'lmaydi va ko'z tagida limfostaz, ya'ni to'qimalar aro suyuqlikni ushalib qolishi hisobiga ko'z tagida ishish paydo bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatlar noto'g'ri doza tanlangandan va boshidagi o'sha patsiyentning holatiga bog'liq. Ya'ni ko'pincha ko'zi tagida malyarniy mushak deymiz, grija holatlari, yog' to'planish holatlarida botulin terapiya juda ham aniq o'lchangan, aniq hisoblangan dozalarda qilinishi kerak. Demak, standart dozalar bunda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bunaqa holatlarda men patsiyentni emas, ko'proq shu qilgan master deymiz, chunki doktor deb hammani ayta olmayman. Kosmetologlarni yoki o'sha ukol qilgan insonni ayblayman bunaqa holatlarda, chunki har bir inson kosmetologga kelganda chiroyli bo'lish uchun keladi va shuning uchun pul to'laydi. Va agarda yuzida qanaqadir inyeksiyadan keyin asoratlar paydo bo'lsa, bu o'sha qilgan insonni noto'g'ri doza tanlangani va qilgan xatosi deb hisoblayman. Javobingiz uchun rahmat. 1 oy oldin nasagubka qildirgandim. Rosa yaxshi turgan edi. Vaqt o'tib konditsionerning tagida yotganimda yuzim ishib ketdi. Nima qilsam bo'ladi? Bu vaziyatda mana shunday xulosaga kelishim mumkin. Sizga qilingan dori vositasi, ya'ni filler, gel deb ham aytishadi xalq tilida, u sifatsiz bo'lgan. Sababi sifatli mahsulot. Issiqda, quyoshda yotasizmi? Sovuqda, qishda qor o'ynaysizmi? U ishib, atyok berib, og'riq berish kerak emas. Agarda yuzingizda o'sha bir tarafida ishish, og'riq aynan o'sha filler qilingan joyda kabi belgilar bo'ladigan bo'lsa, bu dorini sifati pastligidan dalolat beradi. Chunki fillerlar biz bilamiz, u
suvga o'xshash tarkibli bo'ladi va har bir organizmga to'g'ri keladigan, hamma organizmga tushadigan qilib tayyorlanadi va u xuddi suvdagi narsa, ya'ni hech qanaqa allergik reaksiyalar, hech qanaqa ishlar berish kerak emas. Demak, sizni organizmingiz bu narsani yot modda deb qabul qilgan va unga qarshi yallig'lanish sistemasi ishga tushgan, faktorlar ishga tushgan va shuning uchun yuzingizda shish paydo bo'lgan. Dori tanlashda ham adashish kerak emas ekan. Yana savol kelgan. Doktor, yuzdagi husnbuzardan qolgan teshikchalarni qanday qilib ketkazish mumkin? Juda dolzarb muammo. Hozirgi kunda husnbuzarlar bu yoshlarimizni eng ko'p qiynayotgan muammolardan va undan ham aktual muammo bu undan keyin qolgan shunaqa teshikchalar, chuqurchalar, cho'tirliklar. Uy sharoitida afsuski uni ketkazish iloji yo'q. Shifokor nazoratida albatta buni tuzatib lecheniya qilsa bo'ladi. Qachonki postakne deymiz, ya'ni qolgan chandiqlar svejiy, ya'ni yangi bo'lsa. Agarda bu chandiqlar 3-4 yillik, 5 yillik chandiqlar bo'lsa, uni ketkazish juda ham qiyin. Shuning uchun agarda yuzingizda ugridan keyin qolgan chuqurchalar, chandiqlar paydo bo'lgan bo'lsa, iloji boricha imkon qadar voqliroq uni ketkazish chora-tadbirlarini boshlash kerak. Ana bir xillar bo'ladi-ku, ugrisini siqib o'tiradiganlar. Ularga nima maslahat berasiz? Chunki mana shu ugrini siqqandan keyin qoladi. To'ppa-to'g'ri. Ugrini siqish mumkin emas. Bu hamma joyda aytiladi, har doim ta'kidlaymiz. Bizga kelganda patsientlarimiz biz ba'zida ugrilarni siqamiz, chunki biz bilamiz qaysi ugrini siqish mumkin, qaysi ugrini siqish mumkin emas, qaysi ugrini aynan shu husnbuzarni siqish kerakligini bilamiz va o'shalariga tegamiz. Bilar bilmas yuzdagi o'sha toshmalarni siqish albatta bu terida chandiq qolishini kafolatidir. Yoshlarimiz ko'plari bilmaydi bu narsani. Yuzda o'zgarish bo'ladi, qanaqadir qilib qo'li qichiydi, o'ziga xuddi shunaqa o'rtoqlarniki bermamitingda mana chiqib qolibdi deb o'zimizda ham o'tganda boshimiz. Qora to'ch kiyim bor ekan, ovora shunaqa deydi. Bunaqa holatlarda ko'proq onalar, ota-onalar mas'uliyatli bo'lib, farzandini kerak bo'ladigan sovunlar, toniklar olib berish kerak va bu muammo o'z-o'zicha o'tib ketadi vaqt o'tgandan keyin. Endi agarda vaqtida qaralmasa, albatta keyin lecheniyasi ham qimmatroq bo'ladi, ko'proq qatnashligingiz kerak bo'ladi. Undan keyin lecheniyasi tugagandan keyin chandiqlarni ketkazishga yana xarajat ketadi. Shu javoblaringizni eshitib savol tug'ildi. Aytasiz-ku, doktorga olib kelinglar, ko'rsatinglar debchi. Endi shunaqa narsa borki, bilasiz, biza shunaqa vaqt katta bo'lganmiz, Sovetdan chiqqandan keyingi paytda katta bo'lganmiz. Aynan o'g'il bolalar, ya'ni men tengilar, mening atrofimdagilar, shaxsan o'zim, men bormayman kosmetologga. Nega? Chunki bizda уже kosmetologga borish bu ayol kishilarning ishi deb bilamiz-da. Menga o'xshaganlarga, shuna kosmetologga bormaydigan erkak kishilarga nima maslahat berasiz? Hozirgi kunda, lekin ko'p erkaklar kelyapti, aldamayman, juda o'zligisiga erkak kishilar ham qarashyapti. Yaqinda bitta post joyladim va savol berdim. Nega tishinglarni stomatologga borib tozalattirishga erkak kishi uyalmaydi-da, lekin yuzini kelib tozalattirishga uyaladi. Nimaga? Mana sizga shu savol, mana hozir встречный savol. Stomatologga borib tishingizni tozalattirishga uyalmaysiz? Nega yuzingizni tozalattirishga uyalasiz? Chunki oddiy psixologiyada, stomatologiyada ko'rganmiz, erkak kishilar o'sha lecheniya o'tgan. Kosmetologiyada umuman men ko'rmaganman, erkak kishilar yotib olib, yuziga oq narsa surganini ko'rmaganman, to'g'risi. Masalan, men sizni o'zimning klinikamga taklif qilaman va siz haqiqatan ko'rasiz. Hozirgi kunda bu uyatli narsa emas. Erkaklarda shunaqa fikrki, ayol kishi kosmetologga borsa, labini ishiradi, etbetini ishiradi, shunaqa fikrda. Ular uchun voy sharmanda uyat. Na samom деле yuzni tozalash, yuzni ham parvarish qilish kabi erkak kishilar qiladigan muolajalar juda ham ko'p va hozirgi kunda juda ham ko'p erkaklar keladi bizga. Bu quvonarli holat, chunki har bir inson tashqi ko'rinishiga ahamiyat berishi bu insonni sotsial уровень balandligi va respublikamizda yashash tarzini уровень balandlashganini bilsa bo'ladi, solishtirsa bo'ladi butun dunyo miqyosida. Agarda boy, badavlat aholisi
o'sha yuqori urovendagi davlatlar hammasi sportga boradi, tashqi ko'rinishiga ahamiyat beradi, sog'lig'iga ahamiyat beradi. Misol uchun Afrika davlatini olsa, u yerda doktorga ham bormaydi, kosmetologga ham естественно borishmaydi. Shuning uchun bu davlat ko'rsatkichi hisoblanadi. Respublika miqyosida insonlar o'ziga qarayotgani bu juda yaxshi ko'rsatkich. Bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, erkak kishilar ham inson, ular maymundan sal chiroyli bo'lsa bo'ladi xuddi shunaqa gap bor. Bo'lgan deyilgan narsa bu noto'g'ri. Erkak kishilar ham chiroyli kiyinib o'ziga qarab, akkuratniy bo'lib yurish kerak. Oilasi uchun, farzandlari uchun, ayoli uchun ham chiroyli bo'lish kerak. Uning ustiga agarda bu insonlar publichniy odamlar, ya'ni jamiyat bilan ishlaydigan insonlar bo'lsa, ular o'rnak bo'lishi kerak tashqi ko'rinishi bilan. Bu uchinchisi. To'rtinchisi esa erkaklarda ham muammolar kuzatiladi. Ya'ni yuziga dog' tushib ketishi, haddan ortiq yuziga ajin tushib ketishi, erkaklarda eng ko'p uchraydigan o'sha oftobdan kuyish va jigarrang dog'lar paydo bo'lishi hamda husnbuzarlar, qora tochkalar deymiz, yuzda qora nuqtalar paydo bo'lishi erkak kishilarda ham hamda yuzida har xil papillomaga o'xshagan toshmalar, giperplaziyalar toshishi erkak kishilarda ko'proq kuzatiladi. Doktor, psoriaz kasalligim bor. Yuzimga vaqt o'tib toshadi, vaqt o'tib yo'qoladi. Toshgan vaqtda nima qilsam bo'ladi? Maslahat bering. Psoriaz shunaqa kasallikki, u nasldan naslga o'tmaydi. Lekin nasliy faktor ham rol o'ynaydi. Insondan insonga yuqmaydi va umumiy olganda tibbiyotga uni kelib chiqish sababi hali hamon ham noaniq. Demak, kasallikni keltirib chiqaradigan sabab aniqlanmaganligi uchun uni aniq davosi ham yo'q. Umumiy faktorlar bor, bizni pasaytirishimiz kerak bo'lgan va bu kasallik lecheniya qilib remissiya holatiga o'tkaziladi, ya'ni toshmalar kamayadi va kasallik avj olgan, qo'zg'aydigan payti bo'ladi. Shunaqa holatlarda albatta lecheniya qilish kerak. Kasallikni albatta toshmalariga qarab, joylashishiga qarab, kuchliligiga qarab statsionar davo qilish tavsiya qilinadi. Ya'ni bolnitsada davolanish tavsiya qilinadi, chunki kasallik to'g'ri davo qilinmasa, u kuchayib ketish va ko'payib ketish butun badanni qoplab olish xususiyatiga ham ega. Bunaqa kasalliklarga men dermatolog bo'lsam-da lecheniya yozmayman va davolamayman. Chunki dermatologiya sohasini ham har xil yo'nalishi bor. Men aynan kosmetologiya yo'nalishida ishlayman. Aynan psoriazni davolaydigan bolnitsa отделениялari bor va o'zining shifokorlari bor. Siz kosmetologlardan javob qidirmang. To'g'ridan to'g'ri shu psoriaz bilan shug'ullanadigan va shu sohani mutaxassisiga uchrashishni tavsiya qilaman. Tibbiyotda har bir sohani shohlanib ketadi. Yo'nalishlari bor. Oddiy qilib tushuntiraman, xalq tushunishi uchun ginekolog deymiz. Ba'zi bir ginekologlar lecheniya qiladi. Imенно shamollashlarni davolaydi. Ba'zi bir ginekologlar uziy qiladi. Uziy ginekolog bo'lib ishlaydi. Ba'zi bir ginekologlar 2 qatli homiladorlik paytida sizlarni nazorat qiladi. Ba'zi bir ginekologlar aynan tug'diradi, ya'ni tug'dirish bilan. Ba'zi ginekologlar operatsiya qiladi, xirurg ginekologlar. Ya'ni har bitta yo'nalishda xirurglarni olib qaraylik. Plastik xirurglar bor, to'g'rimi? Burun, quloq sohasini, lor, ya'ni o'sha именно shu anaqa bilan shug'ullanadigan xirurglar bor. Челюстно-лицевая xirurgiya bor, alohida shu yuz jag' sohasi bilan shug'ullanadigan xirurglar bor. Abdominalniy xirurglar bor, qorin bo'shlig'idagi operatsiya qiladigan. Kardio xirurglar bor, sosudistli xirurglar bor. Ularning umumiy nomi xirurg bo'lgani bilan o'zining yo'nalishi bor. Dermatologiyada ham shunaqa venerologlar bor, podologlar bor, kosmetologlar, ya'ni aynan qaysidir yo'nalish bilan shug'ullanadigan doktor bo'ladi. Agarda sizda o'sha qaysi muammo bo'lsa, aynan o'sha sohadagi mutaxassisga borishni tavsiya qilaman. Doktor, kosmetologga borib yuzimni kestirib torttirgan edim. Mana oradan 3 oy o'tib yuzim yana ishishni boshladi. Yuzim osildi va chandiqlar kattalashib ketmoqda. Nima maslahat berasiz? Doktorni qanday tanlasam bo'ladi? $1000 evaziga Qozog'istondan, Qirg'izistondan har xil spetsialistlar kelib, boshida qovonni kesishni o'rgatishdi, keyin ko'zim tegini kesishni o'rgatishdi. Hamma qovonni ip bilan tikishni boshlab, keyin qovonni kesishni boshladi kosmetologlar. Doktorlar hech qachon o'tirib kesib o'tirmaydi. Salon-palonda. Xirurgichеский, даже men kosmetolog bo'lib, o'zimning xonamda kesishga haqqim yo'q, chunki standartlarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni kesiladigan xohlagan jarayon bu
xirurgicheskiy operatsionniy bloklarda amalga oshirilishi kerak. Agarda siz operatsiyondan tashqari xohlagan boshqa любой joyda yuzingizni kestirayotgan bo'lsangiz, bilinglarki, siz shifokorga kestirmayapsiz yuzingizni. O'zini doktorman deb ko'rsatib, o'zini xirurgman deb ko'rsatib, insonlarni aldab pul ishlayotgan spetsialistlarimiz hozirgi kunda juda ham ko'p va meni ko'p kuzatishadi, bilishadi. Men bu narsaga qarshiman. Nima sababdan? Inson pul topishiga qarshi emasman. Mana hozirgi o'qilgan asoratlar ko'pligiga qarshiman. Albatta yuzingiz osilib qoladi. Albatta. Chunki sizga kosmetolog faqat teringizni tikkan. Agarda xirurgga borganingizda, xirurg yuzingizni ichidagi oddiy qilib tushuntirganimda go'shi, ya'ni mышцаlarni, kesmas sistema deydi, ya'ni o'sha paylari bilan birga qo'shib, mushaklarini qo'shib ichidan tortib tikadi va yuzingizga kamida 8 yil, 10 yil garantiya beradi yuzingiz osilib qolmasligiga. Terini kengayish va torayish xususiyati bor. Ya'ni biz 2 qat bo'lganimizda qornimiz qanaqa darajada kengayadi? Ya'ni teri cho'zilish xususiyatiga ega. Albatta yuzingizni kestirib tikkaningizdan keyin yuzingiz tortilib chiroyli bo'lib turadi qaysidir muddatga, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin yuzda osilish kuzatiladi. Chunki faqat teri tortib tikib qo'yilgan. Bunaqa holatlarda albatta xirurgga borasiz. Endi yana bir marta operatsiya qildirtirasiz. Endi ikkinchi marta pul to'laysiz. Nimaga? Chunki chandiqlaringiz ochilib, teri cho'zilgani uchun yoyilib ketadi. 6 oydan keyin yuzingizdagi chandiq ko'rinarli darajada xunnu ahvolga kelib qoladi. 2-3 ta ayol demayman, o'nlab ayollar hozirgi kunda aziyat chekyapti. O'nlab ayollar kelishadi. Peshonalarini tortib tikkan, bu yog'idan qovoqlarini tikkan, yuzlarini kesgan. Shunga qanaqadir javobgarlik yo'qmi? Misol jinoiy javobgarlikka tortilmaydimi ular? Televideniyada olib chiqishyapti bu muammolarni. Ayollar shikoyat qilmayapti. Jinoiy ish ochilish uchun, javobgarlik bo'lish uchun ayollar militsiyaga, prokuraturaga chiqishligingiz kerak. Lekin olishadi, bekitishadi. Yo'q, lekin shunaqa narsa bor. Hijobida bekitib, nima ko'plar hijobga kiryapti. Soch kesib, strishkada yurgan современный ayollar birdaniga hijobga kiryapti. To'g'ri, ko'pchilik endi осуждать qilmaymiz, o'zi xohlab kiryapti, bir xil majburlikdan kiryapti. Anaqa tushkunlikka tushgandan kiryapti, yuzida shunaqa darajada chandiqlar bo'lyapti, bekitib yurishibdi. Sochini mamnaqa tushirib yurishibdi, pariklar kiyib yurishibdi bir xil ayollar. Doktor, yuzim oftobda qorayib, dog'lar ham tushib ketgan. Dalada ishlayman. Yana ajin ko'payib ketgan. Biror vositani sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'ngilliklardanman. Mening ham chiroyli bo'lgim keladi, ammo hech ham chiroyim ko'tarmaydi. Javob bermasligingizni bilaman. Yozdim. Balki javob berarsiz deb. Ajoyib. Bilaman, ko'pgina ayollar kosmetologiya juda ham qimmat deb hisoblashadi va oilasidan ortiqcha o'ziga pul ajrata olmaydi. Ayollar har doim birinchi navbatda bolam, chaqqam, oilam deydi, o'ziga har doim ham pul ajrata olmaydi. Bunaqa holatlarda men ko'pinchalik o'zimni Instagram akkauntimda har xil rozыгрышlar, aksiyalar qilaman, bepul sovg'alar beraman, bepul protseduralar sovg'a qilaman. Prosta ayollarni taklif qilib, o'zim hisobimdan qanaqadir yuzlariga parvarishlar, botokslar, biorevitalizatsiya, mezoterapiyalar, xullas bu narsa hattoki reklama uchun emas, o'zim qilganim, xohlaganim uchun shunaqa qilaman. O'shaning uchun agarda bu ayol endi qachon yozganlar bu savolni, kimliklarini bilmayman, Instagram akkauntimni kuzatsizlar. Ba'zida modellar kerak deb yozaman, bepul muolajalar qilishga. Ko'p chaqiraman. Ya'ni agarda daladan vaqtlari ortib, kechki paytlari meni istoriyalarimni kuzatib borsalar, xohlagan paytlari kelishlari mumkin. Kim shu savolni bergan bo'lsa ham, opa, singlimiz, keling. Doktor Gulyamova va shaxsan o'zlari kesilib kutamiz. Doktor, mezoterapiya olgandan so'ng ma'lum vaqt o'tib yuzimiz osilib qolmaydimi? Eng ko'p beriladigan savollardan biri. Deyarli har bitta kelgan mijoz shu savolni beradi. Albatta yo'q. Qaysi bir kosmetologga borgan ayollik yuzi osilib qoldi shu paytgacha. Faqatgina haddan ortiq yuzni ishirish, har xil muolajalar yuzni osiltirib qo'yishi mumkin. Aynan mezoterapiya osiltirmaydi, chunki mezoterapiya qilganimizda bu mezoterapiya inyeksiyani bir turi.
Unda vitaminlar, peptidlar, mikroelementlar teriga qilinadi, ya'ni terini yoshartiruvchi muolajalar qilinadi. Teriga ozuqa beriladi va bu muolajadan maslaga shifokor sifatida ham, o'z ishini ustasi sifatida, ekspert sifatida ham 100% garantiya bilan aytishim mumkin. Umuman xavotir olmanglar, yuzingiz 100% osilib qolmaydi. Doktor Gulyanovani qabullariga yozilinglar va sinab ko'ringlar. Assalomu alaykum. Yoshim 46 da, lekin yoshimga qaraganda yosh ko'rinaman. Men yuzimga bir necha marotaba mezoterapiya inyeksiyasini olganman. Endilikda ikki qoshim orasida terim sinib, ajin paydo bo'lgan va ko'z atroflarimda mimiq ajinlar paydo bo'lgan. Men hozir botoks inyeksiyasini olsam bo'ladimi? Terimga salbiy ta'sir qilmaydimi? Iltimos maslahat bering. Albatta, yosh ko'rinishingiz sababi o'sha mezoterapiyalar olib yurganingiz uchun teri chiroyli yosh ko'rinadi. Lekin baribir terida siniqlar paydo bo'lgan bo'lsa, ariqchalar dishadi, siniqlar dishadi, chuqur ajinlar paydo bo'lgan bo'lsa, unda sizga botoks olishga ko'rsatma bor va albatta oling. Agarda to'g'ri qilinsa bu muolaja, siz faqatgina xursand bo'lib qolasiz. Ajin tushishini, qarishni bir muddatga to'xtatib qo'yasiz. Maslahat beraman, albatta oling. Doktor, uy sharoitida ajinlarga qarshi nima qilsam bo'ladi? Uy sharoitida ajinlarga qarshi kremlardan, sivrotkalardan, maskalardan foydalanishni maslahat beraman. Qaysi firmanikini, qanaqasini deb so'raydigan bo'lsangiz, unda kosmetologga kelsangiz, yuzingizga qarab, holatiga, yoshingizga, ajiningizga, muammolaringizga, yuzni turiga qarab sizga krem va har xil uyda qiladigan parvarish vositalarini tavsiya qilishadi. Baribir kelishinglar kerak kosmetologga, baribir kelasizlar. Uy sharoitida nima qilishinglardan qat'iy nazar, o'sha qaysi kremni olish kerak bo'lganda ham maslahat uchun kelasizlar. Yana bitta ajoyib savol kelibdi. Tonalkani tagidan qanaqa baza ishlatishni maslahat berasiz? Insonlarda, ba'zi bir insonlarda hali ham kosmetolog va make-up artist, ya'ni makiyajchi bir yo'nalishda turadi. Makiyaj qiladiganlar bu umuman alohida soha. Misol uchun men o'zim umuman bo'yanishni bilmayman, hattoki tonalka tanlashni ham bilmayman. Bu narsani o'zining mutaxassisi bor. Kosmetologlar sizga tonalka, bazalarni tavsiya qila olishmaydi. Dorilarni so'raylar, men doktorman, dorilarni javob bera olaman, lekin kosmetik vositalarni sizlarga make-up artist, ya'ni vizajistlar va aynan shu bo'yantiradiganchilar tanlab berishadi. Ikkita farzandim bor. Ular katta bo'lib qoldi. Yuzim o'zgarib ketgan. Qanday qilib o'z holatiga qaytarsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Ikkita farzandingiz bor ekan, albatta tug'ruqdan keyin ayollarning yuzida o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. O'zi umuman yosh o'tgan sari yuzda o'zgarishlar albatta bo'ladi. Tabiiy holat hisoblanadi va ko'pgina ayollar o'ziga o'zi yoqmay qoladi. Mana shunaqa holatlarda albatta kosmetologga murojaat qilsanglar, biz to'g'ri qizlik paytingizga 100% qaytarib bera olmaymiz, lekin 70-80% yuzinglarni yaxshilab o'sha oldingi holatlariga qaytarib berishimiz mumkin. Doktor, farzand tug'ganimdan keyin o'zimda o'zgarish his qildim. Turmush o'rtog'imga ham yoqmayapman. Qanday qilib ko'nglini olsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Biz ayollar bilan ishlaganimiz uchun biz uchun bu yengillik emas. Birinchi navbatda siz ona bo'lgansiz va bu eng katta baxt. Albatta har bir ayol tug'ruqdan keyin figurasida o'zgarishlar, badanida o'zgarishlar, jinsiy a'zolarida o'zgarishlar kuzatilishi bu norma holat. Tug'ruqdan keyin 2 yilgacha ayol kishining organizmi sekin-sekin tiklanib o'ziga qaytishi boshlaydi. Bunaqa holatlarda siz albatta ozgina sport, ozgina to'g'ri ovqatlanishni kunlik tartibingizga qo'shishingiz kerak. Aytgancha ayollarda aynan depressiv holat ham mana shu birinchi 6 oyligida kuzatiladi, chunki oldin qiz bola bo'lgan, erga teggan, chiroyli bo'lgan, birdaniga qaddi qomatlar o'zgarish kuzatiladi deb. Bu norma holat. Shunaqa paytda tushkunlikka tushmaslikni maslahat beraman va uyda o'sha sport qo'shish, to'g'ri ovqatlanish, ozgina o'ziga e'tiborliroq bo'lish, vitaminlarni vaqtida ichish, kerak bo'lsa shifokor nazoratida turishni tavsiya qilaman. Bolangiz 2 oydan oshgandan keyin bemalol kosmetologlarga murojaat qilib, figura korreksiyasi, qorin ketkazish kabi inyeksiyalar, qorningizda yirtiqlar bo'lsa, yirtiqlarni, striyalarni ketkazish muolajalarini, yuzingizda osilishlar,
bo'lsa yuzga, soch to'kilishi bo'lsa soch to'kilishiga mezoterapiyalar qildirsangiz bo'ladi. Ya'ni bu narsani hammasini yechimi bor. Faqatgina oz muddat kerak shu jarayonni yo'lga qo'yib, ya'ni eski holatingizga tiklanishingiz uchun. Jinsiy a'zolar masalasida ko'p yana savol berishadi. Unda ham qin toraytiruvchi muolajalar hozir keng rivojlangan O'zbekiston sharoitida lazer muolajalar, shunaqa muolajalardan foydalansangiz bo'ladi. O'zi umuman olganda organizm sekin-sekin 2 yil ichida tiklanib o'ziga qaytishni boshlaydi. Nima yana maslahat berardim? Savolda aniq muammoingiz ko'rsatilmagan, balki uyalgandirsiz aniq muammoni ko'rsatishga. Konsultatsiyaga kelsangiz, yana batafsil bu haqida gaplashishimiz mumkin. Javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Bu yerda savollar juda ko'p. Asosan sizni oilangiz, bizneslaringiz, hayotingiz haqida ko'p savollar berilgan ekan. Kanalimiz shifo tilab bo'lgani uchun faqat sog'liq haqida savollarni sizga yetkazdim. Beramatsa savol ko'p. To'g'ri, Fayz Rahmon, bunga sabab meni blogerlik faoliyatim. Bilasizlar, Instagramda ham 2 xil akkauntim bor. Biri aynan shifokorlikka mansub, ikkinchisi shaxsiy hayotim va ko'pchilik meni bloger sifatida tanishgani uchun menimcha meni shaxsiy hayotim va o'sha biznes ishlar, shu savollar ham ko'pchilikka qiziqarli, chunki men ayollarga ko'pchiligiga motivatsiya beraman. Psixologiyani 7 yil o'qiganman. Shuning uchun ham bu savollar berilgani men uchun oddiy holat. Lekin o'ylaymanki, keyingi intervyularda shu meni shaxsiy hayotim haqida intervyular bo'lganda albatta bu haqida gaplashamiz. Bu intervyuda faqat Sog'liq haqida. Salomatlik, sog'liq va salomatlik haqida. Nima savolinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Hamma savolinglarni o'qib yetkazishga harakat qilaman. Meni kuzatuvchilarim, meni taniydigan va endi birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilar, ayol kishi sifatida, shifokor sifatida sizlarga bugungi kun beradigan maslahatim, erkak kishisimisiz, ayol kishimisiz, o'zingizni yaxshi ko'rishni, o'zingizga e'tibor berishni, sog'lig'ingizga befarq bo'lmaslikka harakat qilinglar. Chunki bizning sog'lig'imiz birinchi navbatda nafaqat o'zimizga, balki bizni ota-onamiz uchun, farzandlarimiz uchun va yaqin insonlarimiz uchun kerak. Barchangizga sog'lik va salomatlik tilab qolaman. Agar sog'lig'ingiz bilan muammolar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin.